Assalomu alaykum aziz do'stlarim, xayrli tong bo'lsin hammaga. Xohlaymanki kechagina Toshkentda shunchalik katta konferensiya o'tkazib keldik. Buni qarangki, kompaniyamiz kundan kunga o'sib boryapti. Biz qancha harakat qilsak, kompaniya bizdan oldinda ketadi. Kechagi konferensiyani ko'rdilaring, yuzlab odamlar sahnada turdi. Bir vaqtlari biz ish boshlaganimizda kompaniyadan motion olgan odam bormi desa, qilib bir dona odamni ko'rsatib olmardik. Lekin bugungi kunda ko'ryapsiz, 40 ta qilib motion beryapti sahnada kompaniya. Bu hammamiz shu kompaniyaga shartnoma qilgan har bir distributorda haqqi, huquqi bor. Ishoninglar, 1 yilda kompaniyani motion sovg'asiga chiqishi mumkin. 2 yilda, kechi bilan 3 yilda любой distributor kompaniyani motion sovg'asiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi ish boshlagan distributorlarimiz bor. Bugungi kunda harakat qilib turgan distributorlarimiz bor. Albatta sizlar o'taydigan ko'chadan biz ham o'tganmiz. Bizga ham atkaz qilishgan. Qancha odamlarga gapirsak, buni siz qila olasiz, qila olmaysiz, bo'ladi, bo'lmaydi, ishonaman, ishonmayman, bunaqa narsa bo'ladi. Aziz do'stlarim, agar siz qulay fursat kutib o'tirgan bo'lsangiz, qulay fursat topib ish boshlayman. Mana ba'zi bir odamlar bor, dushanbadan ishlaydi, ba'zi bir odam 1-chislodan ishlaydi, ba'zi bir odam yangi yildan ish boshlaydi. Qulay fursat mana shu bugun. Mana shu bugun. Kecha o'tgan kun o'tdini qaytarib hech qachon bo'lmaydi. Ertangi kunimizga Xudo poshsho, uni kutib o'tirsangiz umringiz o'taveradi. Lekin mana shu bugun maqsadingiz uchun nima ish qila olasiz? Maqsadingizni yozing. Sahnada turmoqchimisiz? Men bu safar konferensiyada sahnada turmoqchiman. Bir oydan keyin yangi kvalifikatsiya yapmoqchimiz, yangi kvalifikatsiya yapmoqchiman. Yozing. Lekin shu bugun nima ish qilyapsiz maqsadingiz uchun? Mana shu bugunlik ishingiz bilan yutuqqa erishasiz xolos. Shu bugun har bir distributor bemalol 4 ta 5 ta uchrashuv o'tkaza oladi. 4 ta 5 ta odamni olib kelib ustoziga uchrashtirish mumkin. Shu bugun nima ish qila olasiz? Mana shu savolga javob berib ishlasangiz, har kunlik qilingan ishlarni yig'indisi keyin katta uspeh bo'lib, katta omad bo'lib sahnada turasiz. Shuning uchun do'stlarim, biznesni to'g'ri tushunishlarini xohlayman. Bizning biznesimizga hamma qator bo'lib kirib kelavermaydi. Taklif qilgan odamlaringiz atkaz qilishi mumkin, taklif qilgan odamingiz yo'q deyishi mumkin, ha deyishi mumkin. Siz aytilyaptiki 10 ta odamni taklif qilasiz, 10 tadan bittasi a'zo bo'ladi. Ana shu kecha Zo'r TV'ni sahnasida turganlar, Zo'r TV'ni zalida o'tirganlar, ana shu taklif qilingan odamlardan 10 tadan bittasi kelgani. O'sha siz shuncha katta talpani ko'rdingizmi? Bugungi kunda mana davlatlarimiz shunchalik qo'llab-quvvatlayapti. Bugungi kunda shunchalik kompaniyamiz o'sib boryapti kundan kunga. Nima uchun siz bilan men to'xtashimiz kerak? Bu bir katta imkoniyat. Bu juda ham katta imkoniyat har bir insongaki hayotini 180 gradusga o'zgartirishi mumkin. Biz ham bir vaqtlarda kelib sahnadagilarni ko'rib havas qilganmiz. Zolotoy liftni ko'rish uchun men $300 pul sarflab Qozog'istonga borib Zolotoy liftni ko'rib kelganman. Motion olib, вообще-то bizning davlatimizda motion olgan bormi desa, yo'q, bizning davlatimizda eng katta kvalifikatsiya 6 yulduz deb javob berardik. Bugungi kunda 40 talab boshini sahnada beryapti, ko'zlaring bilan ko'ryapsizlar. Zolotoy liftni biz ko'rish uchun Qozog'istonga borib kelganmiz. Misrga borib, Yegiptga borib Zolotoy liftni ko'rib kelganmiz. Bugungi kunda Zolotoy liftlarni savishaniga qo'ymayapti. Bu zal yetishmaydi Zolotoy liftga. Faqat Zolotoy lift sazvizdi PCP'lar bilan savishani o'tkazyapti kompaniya. Shuning uchun bu narsa juda ham tez kunlarda bo'ladigan ish, oson ish, qiyin deb o'ylamanglar. Ishimizni qilaydigan ishingiz faqat gapirish, taklif qilish, gapirish, taklif qilish. Nahotki shu narsa qiyin bo'lsa. Mana ustozim aytardilar-ki, O'tkirjon, bugun 10 ta odamga gapirdim, ustoz hammasi atkaz qildi desam, nima yo'qotdingiz siz? Dirdlama aytardimki, hech nima yo'qotmadim. Yo'qotmagan bo'lsangiz nimaga qo'rqasiz? Davay turing, dalcha taklif qiling, dalcha taklif qiling. Bu kompaniyaga hech kim yonida bir distributor bilan kelmagan. Bu biznesga hech kim bitta distributorni yetalab kelmagan. Hamma bir o'zi boshlagan. Ustozini gapiga kirib, ustoz bilan birgalikda yonma-yon yetalashib, bitta odam, ikkita odam, uchta odam, to'rtta odam mashinada qilib komanda qilganmiz hammamiz. Shuning uchun do'stlarim, bugungi kundagi atkazlar sizga mushat qilmash kerak. Ha degan odam yoningizga kiradi, birga ishlaydi. Yo'q degan odam o'zi uchun atkaz qiladi. Yillar o'tadi, siz Zolotoy lift bo'lganingizni ko'radi. Yillar o'tadi, siz motion olganingizni ko'radi. Siz katta yutuqlarga erishganingizni ko'radi. Sahnalarda turganingizni ko'radi.
videolarni suratlarini jo'natasiz. O'sha vaqtda aytadiki, sizgina vaqtida boshlamagan ekanman. Bizda hozir shunaqa odamlar juda ham ko'p. Ularni qaytib borib taklif qilishga vaqtimiz ham yo'q. Endi kelishadi. O'tkirjon, keling, Tianshida ishlamoqchiman, zo'r ekan bizneslarim. Aytaman, men sizlar bilan ishlashga vaqtim yo'q endi. Shogirdlarim bilan ishlaylar. Qarindosh urug'laringiz ertaga, seni ishing yaxshi ekan, biz qayerda bilamiz, tushunmagan biz deyishadi. Siz o'sha vaqtda o'zingizni qilgan qaroringizdan xursand bo'lasiz. Aziz do'stlarim, bu biznesda ограничение yo'q. Qancha pul ishlamoqchisiz? Oyiga $1000mi? Пожалуйста. Ustozingizga yozing, chizing, ko'rsating, ustoz, men bir oyiga $1000 ishlamoqchiman. Bir oyiga $3000 ishlamoqchimisiz? Ustozingizni oldiga boring. Ustoz, men $3000 ishlashim kerak. Menga shu pul zarur. $5000 ishlamoqchimisiz? Ustozingizni oldiga boring. Ustoz, men oyiga $5000 dan pul olmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam shu pulni olaman? Ustozingiz ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu omad cho'qqisiga chiqish uchun harakat. Siz ilhomni kutib o'tirmang. Hech qachon ilhom o'zidan o'zi kelmaydi. Siz avval o'zingizni majbur qilib g'ayratga kirasiz, undan keyinsiga ilhom keladi. Qilgan ishingizni hosilidan birinchi yurish, ikkinchi yurish, uchinchi yurish qiyin bo'ladi, to'g'ri. Lekin qilgan mehnatingizdan hosil olishni boshlasangiz, ilhom ana undan keyin paydo bo'ladi. Hech qachon ilhom o'zidan o'zi kelmaydi. Qulay fursat kutib o'tirgan odamlar bo'lsa, mana shu bugun ishni boshlang, mana shu bugun taklifni boshlang. Xudo nasib qilgan bo'lsa, oyda oxirigacha o'zi bir kuniga mana bu 10 kun qoldi bizning avyonimizga, noyabr oyini отчетini yopilishiga 10 kun qolgan bo'lsa, kuniga 10 tadan odam gapirsangiz, 100 ta odam gapirasiz. 10 tadan bittasi ha desa, o'zi siz 10 ta shirningizni kirgizib bo'lasiz. Bu degani $1000 oylik. Любой distributor 10 ta odam kirgizsa $500 dan $1000 oylik olishi mumkin. Shuning uchun aziz do'stlarim, yengilmaymiz, qaytmaymiz orqamizga. Hech qachon hech kimga o'zingizni fikringizni o'g'irlatib qo'ymang. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, o'zingizni maqsadingizdan qolmang. Ustozingiz gapiga kirasiz, harakat qilasiz, oldinga yuraverasiz. Bo'ladi-yu xolos. Bo'lmasdan iloji yo'q. Men qilmasam kim qiladi? Bo'ladi-yu xolos deb biz sekin 5 yulduzli yopdik, 6 yulduzli yopdik, 7 yulduzli yopdik, 8 yulduzli yopdik, 7 ni yopdik, 8 ni yopdik. Undan keyin mana Zaltoylev, Isa Zvizdoy, birinchi oy misol $360 oylik olgan bo'lsak, ikkinchi oyiga $408 oylik olganman. Uchinchi oyiga Misr davlatiga putyovka olganman. Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudoga shukrki, biz shu sohada baraka topdik. Lekin oson bo'lgani yo'q. Qarindosh urug'ingiz atkaz qilsa, xijolat bo'lasiz. Tanish bilishingiz atkaz qilsa bir odamga erish tuyuladi, lekin bu narsalar sizni maqsadingizdan qaytarmash kerak. Maqsad degan narsa hech qachon hech kimga o'g'irlanmash kerak. Siz uspeshni bo'lgan vaqtingizda hammasi bilan gaplashasiz. Uspeshni bo'lgan vaqtingizda yoningizda turgan, bo'lmaydi, qilolmaysan degan odamlar o'zlari pushaymon yeb gapiradi sizga. Sizga naya shunaqa qilmabman deydi. Shuning uchun aziz do'stlarim, bugun sizga ustozingiz imkoniyat beribdimi? Ana shu ustozni qo'lini mahkam ushlaysiz, harakatdan to'xtamaysiz. Qulay fursat poylab o'tirgan bo'lsangiz, mana shu bugun qulay fursat. Hozir turing. Shu bugun kechgacha nechta odam taklif qila olasiz? Atkaz bo'ladimi, ha deydimi, yo'q deydimi, u sizga ta'sir qilmash kerak. Faqat taklif uchrashuv. Bugun shunday qilasiz, ertaga shunday qilasiz. 3 kun, 5 kun shu ishni davom ettirsangiz, shu narsa odatga kiradi, to'xtalmay qolasiz o'zingiz. Kompaniya shunchalik katta narsalarni va'da qilyaptiki, siz bilan bizni misol ertaga mana Bitcoin chiqaryapti, o'zini sifravoy pulini chiqaryapti. Bu narsalar Xudo xohlasa hammalaringni millioner qiladi-yu xolos. Do'stlarim, xohlaymanki bugungi kunlaring eng omadli kun bo'lsin. Xudo nasib qilgan bo'lsa, inshaalloh kechquruniga aytasizki, xayriyat, shu bugun kunni shunday qilib zo'r o'tkazdim. Har bir kuningizni unumli o'tkazish uchun ishni boshidan avval har kun o'zingizni majburlab ish boshlaysiz. Sekin qilingan ishlarning hosili sizga ilhom berishni boshlaydi. Sekin qilingan ishlarning hosili sizni o'zingizning kissangizga, karvoningizga pul kirishni boshlaydi. Ana undan keyinsiga o'zi
ilhom kelishni boshlaydi. U vaqtda o'zingiz ham to'xtata olmaysiz, uyqungiz ham butun qochib ketadi. Do'stlarim, xohlaymanki har birlaring shu bugunlik kunda juda ham unumli o'tkazinglar. Shu bugunlik kunda ustoz bilan gaplashib o'tkazinglar, omadli odam bilan gaplashib o'tkazinglar. Faqatgina harakatdan to'xtamang. Harakat, bizning ishimizda harakat. Salomat bo'linglar. Hammalaringni xohlayman katta cho'qqilada ko'rishdi.